Jizzax viloyatida bugun jadal olib borilayotgan g'alla o'rim yig'imiga raqamlashtirishning joriy etilgani hamda g'alladan bo'shagan maydonlarda ekin ekishning yangicha texnologiyalari joriy etilayotgani ko'plab muammolarga barham berishi bilan birga e'tibor bering. Mana shu yilning o'zida g'allachilikdagi xarajatlarning iqtisod qilinishi sohada yashirin iqtisodiyot ko'rinishiga barham berishga asos bo'ldi. Joriy yilda Jizzax viloyatida 184 ming gektar maydonda lalbikor va suvlikor sharoitda g'alla yetishtirish ko'zda tutilgan bo'lib, yalpi hosilni 950 ming tonnaga yetkazish maqsad qilingan. Bu 80 ming gektardan ziyod suvlikor maydonlarda hosildorlik gektariga o'tgan yilgi 85,2 sentner o'rniga 100 sentnerga yetkazish maqsad qilinganidan dalolat beradi. Bu borada ta'kidlash kerak, kuzgi g'alla ekishdan tortib, uni 3 marta oziqlantirish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish kabi vegetativ tadbirlar uyushqoqlik bilan olib borildi. Natijada haqiqatan ham bugun ana shunday yuqori hosilga erishildi. Misol uchun Paxtakor tumani Baxmal fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasidagi Qish ifori fermer xo'jaligi gektariga 100 sentnerdan ziyod hosil olish niyatida. Vazirni dilnovoz qilib, yerda urug' sochmasdan oldin tekislab, gektarga 250 kilodan amofos, ana undan keyin bahor o'g'itlarini, karbamid, siltra, sulfat amonlarni berganmiz. Zanga 2 marta dorisini olib kelib sepganmiz. Hosilni cho'g'i xudo xolasa yaxshi. G'alladan keyin nima qilmoqsiz ekinni? Yerni bekor qo'ymaymiz xudo xolasa. G'alladan keyin mana ochilgan maydonni presda olasab, mosh, tarvuz, poliz ekinlarni ekamiz xudo xolasa. Joriy yilda biz xo'jaligimiz tarafida 1506 gektar yerga g'alla o'rigi qadadik. Hozirgi kunda qizg'in g'alla o'rish mavsumi davom etmoqda. Bunga qadar 702 gektar maydonda g'allani o'rib tugatdik. Kunlik 10% miqdorida g'alla yetishib beryapmiz. Yoki Do'stlik tumanidagi Olmos Gamboy fermer xo'jaligining mana bu g'alla dalasi gektariga 120 sentnerdan hosil berayotgani fikrimiz tasdig'i. Innovatsion ilm shuni evaziga hosildorlik, manfaatdorlik hammasi oshib boryapti. Ko'p fermerlarimizni xayoliga, o'zimda xayolimga kelmagan mana shu yerdan 100-120 sentner g'alla olaman, 80 sentner, 85 sentner paxta olaman degan odam bo'lsa, hikoyadek bo'lar edi. Mana o'z o'ngimizda, mana ko'rib tursiz, mana hayotiy, mana olyapsiz. Ilmning natijasida mana xorijiy navlar yetib keldi, qo'shqatarlar yetib keldi. Shuni evaziga olimlarda aytganini qilib tursangiz, shu beradigan sentnerlar o'zi chiqaveradi yerda ichidan. O'sha yer, o'sha beradigan mahsulotimiz, ortiqcha ammofos, ortiqcha sliter berganimiz yo'q. Ekonom qilib boryapmiz qaytamga. Lekin mana shu sentner ko'tarilib boryapti. Tumanimizda 370 nafar fermer xo'jaliklari tomonidan 2026-yil hosil uchun 14700 gektar maydonda oshaq don ekini parvarishlanib yetishtirildi. Mana bugun o'rim yig'im mavsumini ayni qizg'in pallasiga kelganmiz. Tumanimizda 50 dan ortiq yuqori unumli g'alla o'rish kombaynlari bilan kunlik 10% 5000 tonnaga yaqin g'alla topshiryapmiz. 15 kunda shu g'alla o'rim mavsumini yakunlab, davlatga don sotish rejasini bajarishni maqsad qilganmiz. E'tiborimizni tortgan jihat, har bir kombayn tepasida 360 gradusga aylanib ishlovchi video kamera o'rnatilgani bo'ldi. Kombaynimiz sharoiti zo'r, ishlash holatlari yaxshi. Eng muhimi bizga GPS o'rnatilgan. Qayerda yurganimiz, nima qilayotganimiz, qaysi kartada o'rayotganimiz hammasi ko'rinib turadi. Agar ishlamay qolsak, mexaniklarimiz kelib, tezda yordam ko'rsatib, ish unumligimizni yana oshiryapti. Bir kunda shu 15-20 gektarga yaqin o'rayapman. Hosilimiz juda zo'r. Bugun g'alla o'rimida qatnashayotgan 320 dan ziyod kombaynlarning barchasiga GPS qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, agregatning ish unumi va texnik holati har bir tumanda tashkil etilgan shtabda to'liq nazoratga olingan. E'tiborli jihati, bu kabi aniq hisob-kitob asosida olib borilgan raqamlashtirish jarayoni dalada fermer va kombayn operatori ishini aniq bir tizimga solsa, don qabul qilish korxonalaridagi ortiqcha kutishlar va hisob-kitobdagi noaniqliklarga chek qo'yib,
dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 1.6 trillion so'm mablag' tejalishi yoki yashirin iqtisodning soyadan chiqishiga zamin bo'ladi. Ma'lumot uchun, bugungi kungacha g'alla o'rimida kunlik o'rtacha sur'at 18-18,5 ming tonnani tashkil etmoqda. Boshqacha aytganda, jizzaxlik g'allakorlar 12-15 kunda o'rim mavsumini yakunlab, g'alladan bo'shagan maydonlarda yerning namini ketkazmasdan ikkinchi ekinni ekib, yuqori hosil olish niyatida. Endi esa paxta va g'alladan tomchilatib sug'orish asosida yuqori hosil olish va g'alladan bo'shagan maydonga peshma-pesh ikkinchi ekin ekish borasida Mirzacho'l tumanidagi fermer xo'jaligi faoliyati misolida erishilgan natijalar, tahlillarga e'tibor bering. Mana bu maydonimizga 2025-yil qo'shqator usulida paxta ekkanmizda. Suvni tejamkor usulidan tomchilatishi tanlangan. Mutaxassislar bilan maslahatlashib, shu lentani tuproqni tagida qoldirsak, tuproqni tagiga ko'madigan bo'lsak, tejamkorligi 2 barobar oshadi. Sababi parlanmaydi. Ariqlab sug'organda 40 sotik, tomchilab sug'organda 4 gektar sug'orilayotganini aytishdi. Yaxshi bo'ldi, paxta yomon bo'lmadi, Xudoga shukr. Bir terimda 60 sentnerdan hosil olindi. 1 gektarga tomchilatib sug'orish uchun mana lenta 1 gektarga 4-5 milliondan lenta ketadi sifatiga qarab. Shundan keyin ham 20 million so'mdan foydaga erishdi fermer gektaridan. Jizzaxda yaxshi dehqonlar, yaxshi mutaxassislar ko'p. Ular bilan gaplashdik, g'allani tomchilatib sug'orish asosida yetishtiraylik. Lentamiz mana yerni 4 sm pastda turibdi. Mana hozir tuproqni tagida shu g'o'zani 2 qatoriga bug'doyni eksak 600-650 dona urug' tushishi kerak 1 kvadrat metrga. Yo'qotish bo'lmasligi uchun, suv yo'llari bo'lmasligi uchun, dalaning ichida yana suv ariqlariga ko'p isrofga chiqib ketmasligi uchun aynan mana shu tomchilatib sug'orish usulida g'alla yetishtirishni mana shu dalada misol qilib olib g'alla yetishtirildi. Xudoga shukr, o'zini natijasini berdi. Mana hozirgi mana shu turgan dalamizda qo'shni dalalarga nisbatan 2 barobar ko'p hosil poyasi paydo bo'ldi. 120 sentnerdan mana shu dalada g'alla yig'ishtirib olindi-da. O'tgan yillarda g'alladan bo'shagan maydonlar somondan tozalangach, haydalgan, keyin sug'orilgan. Tuproq xolis bo'lishi, ekin ekilishiga tayyor bo'lishi uchun kamida 15-20 kun vaqtdan yutkazilgan. Mana shu yilda boshlangan tashabbusni esa chin ma'noda Jizzax tajribasi deyish mumkin. Paxta ekdik, shu lenta bilan ekdik. G'allani ham shu lenta bilan yetishtirdik. Hozir ko'ramiz, ana 3-ekin sifatida mana shu lentani 2 chekkasiga mosh ekyapmiz. Hozir moshni avvalosi o'z nami bilan chiqadi. Nami bilan chiqmagan taqdirda ham ekib bo'lib, hozir lentalarni qo'shib suvni ochadigan bo'lsak, 7 kunda mosh unib chiqadi-da. Vegetatsiya davri ko'p bo'lganligini hisobiga moshni hosildorligi oshadigan bo'lsa, ikkinchisi moshni Xudo xohlasa shu tomchilatish bilan 3 marta sug'oramiz. 1 gektardan olinadigan moshni hosildorligini bemalol 3 tonnaga yetkazsa bo'ladi. Xitoylik mutaxassislar tomonidan tayyorlanib ilk marta Jizzaxda qo'llanila boshlangan mosh, makkajo'xori kabi yirik don va dukkakli ekinlarni qo'shqator ekishga mo'ljallangan seyalkaning o'tkir pichog'i g'alladan bo'shagan maydonni kerakli chuqurlikda ochib beradi. O'rtadagi don qopchasidan urug' tushgach, keyingi kichik disklar urug' tushgan ariqcha ustini sifatli qilib bekadi. Ta'kidlash kerak, joriy yilda suvlikor maydonlarda paxta va g'alla yetishtirishda suv shlanglarini tuproq tagiga 4-5 sm chuqurlikda qo'shqator o'rtasiga to'shab ekish o'z samarasini berdi. Mana shu sinovdagi maydondan o'tgan yili o'rtacha 65 sentnerdan paxta hosili olingan bo'lsa, mana endi 100-110 sentnerlik g'alla hosili olindi. Ko'rib turganingizdek, g'alladan bo'shagach, mana mosh ekilyapti. Tuproq ostida turgan shlang yordamida bir marta, vegetatsiya davrida yana 2 marta o'g'it bilan sug'orilsa, 15-20 kun muddat ilgari to'liqib o'z vaqtida yetilgan mosh ekini gektariga ilgaridan ancha ko'p, 30 sentnergacha hosil berishi mumkin. Paxta ekdik, mana g'o'zasini maydalab tashladik. Mana somon paqol qolyapti. Moshni yig'ib olgandan keyin moshni paqoli ham qoladi. Undan keyin yana bir marta shu jarayon. Paxta, g'alla, moshni haligi paqoli yerda qoladigan bo'lsa, yerni yuzasida humus maydon, ozuqa maydoni ko'payadi-da. Undan keyin
mana shu 6 marta hosil olgandan keyin lentani olib yerni bitta diskalab qo'yadigan bo'lsak, yuqori qismida ozuqa maydonida gumbuzga boy ozuqa maydoni bo'ladi. Keyingi yillarga hosil olishga nima qilinaveradi? Men o'zim ham Xitoyga ham borib ko'rganman. Bu plyonkaga lenta bilan ekilish Shenjon usuli. Lentani g'o'za qator orasiga 4-5 sm chuqurlikka tashlab ekish bu endi Jizzax usuli. Jizzax tajribasini qo'llab, Jizzax usulida g'alla ekish bilan O'zbekistonimizda hech ikkilanmay 150-200 sentnerdan g'alla olish mumkin. Demak, yerni haydamayin ekish, yerga qo'shimcha ishlov bermayin, shudgordan tejash, tekislashdan tejash, chizildan tejash, yana suv qo'yishdan tejash, mana 4 ta agrotexnikadan tejalgan holda selka bilan somonni yig'ib olib ekib ketish ham Jizzax tajribasi. Joriy yilda Jizzax viloyatiga yangi texnologiya hosilasi bo'lgan mana shunday seyalkalardan 30 tasi keltirildi. Kelgusi yilda yana 100 ta keltirish, shu bilan birga mazkur agregatlarni texnik ta'miri uchun xizmat qiladigan dilerlik markazlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari kelgusi yildan boshlab paxta va g'allachilikda dalaga shlanglarni tuproq ostiga to'shab, suv tejamkor, resurs tejamkor uslubga yoppasiga o'tilishi boshlanadi. Joriy yilda esa g'alladan bo'shagan 83 ming gektar maydonning 60 ming gektariga mana shu usulda mosh va makka jo'xori ekish rejalashtirilgan. G'alladan bo'shagan maydonlarga mana viloyatimizda bu yil birinchi marta tajriba qilinyapti. Sug'ormasdan, haydamasdan turib, to'g'ridan to'g'ri o'sha Xitoy davlatidan keltirilgan maxsus yelkalar bilan qo'sh qator mosh ekishni tashkil qildik. Bugungi kunda 1000 gektar maydonga xuddi shu usulda mosh ekildi. Bu albatta o'sha fermerlarimizni kam xarajat bilan ko'p daromad topish imkoniyatini yaratadi. Qolaversa o'sha g'alladan bo'shagan maydonlarga ozuqa ekinlari uchun o'sha fermer xo'jaliklarimizda, umuman tumanimizdagi chorva mollariga ozuqa bazasini yaratish uchun o'sha silos usulida makka jo'xori ekini ekilyapti. Ehtiyojmand oilalarga 1 gektardan o'zini kuchiga qarab 2 gektargacha takroriy ekindan yer ajratib beramiz. O'sha xonadonni yana qo'shimcha daromad olish imkoniyatini yaratadi. Bu yilgi qilgan mehnatimiz, yaxshi qilgan mehnatimiz natijasi o'laroq mana yaxshi hosil yetishtirildi. Demak, bu hosil yetishtirish tugatganimizdan keyin hurmatli prezidentimiz tomonidan chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Mana shu qarorga nisbatan g'alladan bo'shagan maydonning demak 20-30% ga makka silos ekamiz. Bu demoqchi o'sha har bir fermer xo'jaliklari ishchilari tomonidan boqilayotgan chorvachilik mollariga bu tayyor ozuqa bo'ladi. Yaxshi texnologiyalarga o'tganligimiz uchun ham bizda dehqonchiligimizda sentineri oshib boryapti. O'g'it o'z vaqtida biz sepib berardik ilgari texnikalarda. Hozir suv bilan tomchilatib, suv bilan boryapti, tomiriga yetib boryapti. Isrofgarchilik umuman yo'q hozir. Hosildorlik oshib boryapti yildan yilga. Fermerlarimiz birov-birovidan qolishmay mehnat qilib yuribdi. Qishloq xo'jaligi ekinlarini ikkinchi ekin sifatida o'z vaqtida ekilishiga erishish mutaxassislar hisob-kitobiga tayaniladigan bo'lsa, fermer xo'jaliklari uchun 2026-yil yakuni bilan o'rta hisobda 2.3 trillion so'm yalpi daromad keltiradi.